Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib borayotgan qadrdon aka-ukalar, salomatmisizlar? Salomatchilikda, yaxshilikda, diydor g'animat. Xudo xolasa bugun inshaalloh Namangan viloyati Chodak tumaniga. Chodak tumani deyiladi. Chodak? Ha. Chodak qishlog'i. Qo'yingki, o'sha ajoyib maskan, so'lim maskan, ya'ni dam oladigan ko'pchilik biladi. Chodakka inshaalloh bugun 60lik apalavkamiz, ya'ni universalni apalavkamizdan amakimiz kelishgan. Chiroyli qilib berdik. Bir komplekt 60lik apalavkani 10 million 800 ming dedik, narxlardan tushib berdik. Amakimiz qo'shimcha qilib mana bu ko'rib turganlaringdek bu nima ekan deb o'ylanishlaring mumkin. Ya'ni Namanganda Chodak, Chus, ya'ni chekka-chekka joylarda, ba'zi joylarda kolodislar uchun yo bo'lmasam suv kranda tushmaydigan suv hovuz qilishadi. Suv saqlab qo'ygan. Mana shunaqa hovuzlarga apalavkani tikkama-chekka qo'yib turib, yonlariga ichki burchak qilib berdik. Bir-biriga ulanadigan hovuz qilsa ham bo'ladi, to'rt burchak. Ichiga magnitli stokalardan qo'yib. Xo'p. Chiroyli tarzda amakimizga 2 metrligidan 4 taqib berdik. Komplekt o'qlari, gaykasi, yonliklari. Alloh baraka bersin, yaxshilikka ishlatsin. Xo'p. Akalar kimga kerak bo'lsa, shunaqa apalavkalar. Bu apalavkamiz universalniy bo'ladi, ya'ni mana bunday ko'rinishda. Ya'ni 60lik. Bu 50lik variant. 30 ga 30, 40 ga 40 kolonna ham bo'ladi. Bunisi 60lik variant, bu 40 ga 40, 50 ga 50 kolonna bo'laveradi. Inshaalloh mana shu orqalariga uголник qo'yilgan, planka qo'yilgan, chiroyli tarzda qilinib. Akalar, telefon qilaverasizlar, apalavka, xohlagan narsalaring bo'laveradi. Ulanishlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Kaminterim qishlog'i. Pastdagi raqamlarda Shamsiddin Abdurahmonov Kamina telefon qilaverasizlar. Alloh baraka bersin. Yaxshilikka ishlating. Inshaalloh xizmat bo'lsa kelaverasiz, amaki. Xo'p, mayli. Yaxshilikka.